Domning tashqi tomonidan fasadlarga e'tibor bering. Lokatsiyasi zo'r joyda. Xudo xohlasa 9 etajli domning 7-etajda 3 xonalik korobka uyimiz sotuvga chiqadi. Liftlar 24 ga 7 ishlaydi. Sababi mana bunday quyosh panellariga ega. Obzorni boshlaymiz qadrdonlar. Liftlariga kod qo'yilgan, har kim ham kira olmaydi. Shunday variantdan quruq qolmasliklaringiz uchun liftsiz piyoda chiqdim. Obzorni ko'rishga arziydi. Eng asosiysi ikki taraflama proyektiga ega. Kirganda o'ng qo'lda uyning sanuzel xonalari uy korobka holatida 90 metr kvadratdan iborat plus minusni hisobga olganda. Ko'rgan joyingiz kattagina oshxona. Hozir sizlarga proyektni tushuntiraman. O'zlaringiz uchun xudo xohlasa taxlab olasizlar. Xo'p, 3 xonadan iborat. Birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona. Eng yaxshi yo'li oshxonani mana bu yerga usta ko'rib ko'chirsangiz bo'ladi. Nimaga deganda, kattagina 3 xonaga ega bo'lasiz. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Buxoro savdo majmuasiga bormasdan, ya'ni Kirti bozoriga bormasdan, yo'lning ustida joylashgan. Ushbu kvartiramizga $39,900 so'rashmoqda. Yana barakasi uchun kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasiz.